Hozirgi kundagi ayol va qizlarimizni eng ko'p qiynaydigan muammo bilasizlarmi nima? Kuchli charchoq, stress, tez charchab qolish, tez asabiylashish, soch to'kilishi, yuzda husnbuzarlar chiqishi, dog'lar paydo bo'lishi, semirish, ortiqcha yog' yig'ish va bosh og'rig'i. Tushunasizlarmi? Mana hozir nimalar yana esimdan chiqib qoldi, yozinglar. Menda oxirgi paytda mana shu narsalarning hammasi bo'ldi. Xullas, mana shu muammolar meni oxirgi paytda juda ham qiynab yubordi. Ayniqsa charchoq, tez charchash. Chunki bilasizlar, men juda ham aktiv hayot tarzini olib boraman, tinmayman charchash mumkin emas menga, tushunasizlarmi? O'shaning uchun menda shunaqa holat bo'ldi va men bu narsa juda ham jonimga tegdi. Men bu narsani to'g'rilamasam bo'lmaydi. Men nimagadir charchab olman deb ko'rgan bo'lsanglar, analizlar ham topshirdim va menda vitamin yetishmasligi, kalsiy yetishmasligi, qonim kamayib ketgani, xullas mana shunaqa bir dunyo menga spiska qilib chiqazib berdilar. Mana shularni sababidan senda hozir shunaqa o'zgarishlar bo'lyapti. Va men bularni to'g'rilashga qaror qilgandim. Qanaqa yo'l bilanligini esa keyingi serialda aytib beraman.